Jigar qotib qolganda uy sharoitida bepulini aytaman. 200 gram arpani olasiz. 2 litr suvga solasiz. Xohlang 3 litrga soling. Yarim soat, 1 soat xohlagancha qaynating. Quyuq holatga kelsin. Quyuq keselga o'xshab qoladi. Oxirida qoqigulni tomiri. Qoqigulni tomiri. Bir osh qoshiq, ya'ni oxirida bir 15 minut qolganda. Tushundingiz-a, xullas. Solasiz 1 soat qaynatasiz past olovda, keyin oxirida bir 15 minut qoqigulni tomiri. 1 osh qoshiqmi, 2 osh qoshiqmi taylang, hopding. Tayladingiz-a? Sachratqini tomirini oling. Bozor to'la. Arzon suv tekib, nima qilasizlar pulliga olib? Nima qilsa, arzimaydi. Xalqim 500 mingga arzimaydi tarpiyada. Ishoning, men sizlarga aytayapman. Arzimaydi deganim nima? Pul xarajat qilib o'tirmang, baraka topkurlar. Bepul usulini aytaman sizga. Soldingiz sachratqini. Undan ham 1 osh qoshiq soling. Qanchalik qaynatma achchiq bo'lsa, shuncha yaxshi. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, 1-2 osh qoshiq barbaris ham soling, hopding. Soldingiz, 15 minut qaynating. Tushundingizmi? Undan keyin, masalan, 1,5 litr, 1 litr bo'lib qoladi deyliga, o'sha narsa. 1 soat qaynatdingiz-ku. O'shani hammasini blenderga soling. Aylantiring ichiga olov, maydalansin. Suzib olingki. O'shani iching 150-200 gramdan erta, obed, kechqurun. Ishoning oshqozon, ichak faoliyat, talog'ingiz, jigaringiz yaxshi bo'ladi. Ishoning, ozasiz ham, jirovoy gepatozingiz ham ketadi. Sizga bepul. Qiling, baraka topkur. Qarang. Arzimas pul bo'ladi. Mana Bayon tabib bor, qayerlardadir, bozorlarda. Bozorlarda ham bor. Luboy joydan toping. Qiling shuni. Agar yo'q, tayyor kerak desangiz, Chudo detox ko'zni chiqarib yuboradi. Ishoning, ko'zini o'yib onajon deb yuboradi. Oshqozon, ichak faoliyatingiz, jigarlaringiz, onajon rahmat deb yuboradi. Hopding. Men sizga bepul usullarni aytayman, barakat. Xalqim, pul xarajat qilmang, bepulini ko'ring. Endi boyagi narsalarga pul xarajat qilasiz. Tushundingizmi? Jigaringiz rahmat deb yuboradi.